Prezidentimiz 2024-yil 5-dekabr kuni avtomobil sanoatida 2025-yil uchun ustuvor vazifalarga oid taqdimot bilan tanishar ekan, mas'ullarga sifat ustida ishlash, mahalliylashtirish darajasini oshirish zarurligi bo'yicha ko'rsatmalar bergan edi. Davlatimiz rahbarining ochiq tashqi siyosati orqali O'zbekiston-Xitoy o'rtasidagi avtomobil sanoati tarmog'i bo'yicha yo'lga qo'yilgan hamkorlik aloqalari bu boradagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqmoqda. 我们新源品牌是从2019年，也就是6年前进入的乌兹别克斯坦市场。 Bizning hamkorligimiz 2019-yildan boshlangan. Oradan 6 oy o'tib, bugun faxr bilan aytishimiz mumkinki, bu davr mobaynida bizning umumiy avtomobil sotuvlarimiz 20 ming donaga yaqinlashdi. Ushbu natija biz uchun nafaqat tijoriy yutuq, balki bozorning ulkan salohiyatini tasdiqlovchi muhim ko'rsatkichdir. Bu yerda barqaror va uzoq muddatli rivojlanish uchun barcha sharoitlar mavjudligini anglab yetish qiyin emas. Shu sababli biz mahalliylashtirish masalasini ustuvor vazifa sifatida belgiladik. Hozirda bizning avtomobillarimizda Asaka Motors hamda O'zbekistonda ishlab chiqarilgan degan iftixorli belgi bor. Bu katta iqtisodiy yutuq. Biz uzoq muddatli strategik hamkorligimizni yana yangi avlod mahsulotlarini ishlab chiqarish bilan davom ettirmoqchimiz. Biz Asaka Motors kompaniyasi 2023-yil 18-may kuni muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Xitoyga rasmiy tashrifi davomida ochilish marosimi bo'lgan. Xitoyning Exit kompaniyasi bilan, Janubiy Koreyaning Hyundai kompaniyasi bilan, shuningdek Xitoyning Wuling va Shinray kompaniyalari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydik. Shinray kompaniyasi bizni oxirgi mana shu hozirgi yangi proyektimiz bo'lib, birinchi bosqichida 500 ta ish o'rni yaratilish imkonini tug'dirdi. Keng siklli zavodimizni ishga tushirganimizda 5000 ta va 7000 tagacha yangi ish o'rinlari yaratiladi. Biz avtomobillarimiz 1200 kilodan 1800 kilogacha yuk ko'tarishga xususiyatiga ega. Yilning oxirigacha yana 15000 ta avtomobil chiqarish rejalarimiz bor. Bu esa o'z navbatida avtomobillarni qulay narxlar asosida taklif etish imkoniyatiga hamda ichki bozor ehtiyojini tezroq va samarali qondirishga xizmat qiladi. Joriy yil oxirigacha sotuv hajmini sezilarli darajada oshirish 2026-yildan boshlab Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston davlatlariga eksportni yo'lga qo'yish rejalashtirilmoqda.